Yana Rossiyaga ketish haqida gapiryapsanmi? O'zi yaqinda kelgan bo'lsang, o'g'lingni qara, qanday katta bo'layotganini ko'rganing yo'q. O'ylangdan uzoqlashib ketyapsan sen. Ota-onang ham oldingidek navqiron emas. Aqlingni yig'q. O'ylab bergan baxtni janollaring o'sha yengil hayot bermaydi. Ey oshna, menga oson deb o'ylaysanmi? O'sha musofirga borib olib, kayf safo qilib yashaydi deb o'ylaysanmi? Ana shu o'g'lim o'rtoqlari bir marta minishga berish uchun o'sha velosipedini tozalab yuvyapti. Kecha qo'shnimiz otasiga mashina sovg'a qildi. Meni otam bir necha yildan beri buzuq velosipedda yuribdi. Kecha onam kirsam yumshoq nonni yeyishga qiynalyapti, suvga bo'ktirib yeyapti. Chunki tishlari qolgani yo'q. Buni ko'rish qanchalik og'irligini bilasanmi? Nima qilay oshna, ayt. Musofirning dardini musofir bo'lmaguncha bilmaysan.